Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, bu Imom Buxoriy ma'lum qilgan hadisning asosan davomi quyidagicha: Qur'on tilovat qilish musulmon bandaning eng yaxshi sifatlaridan biri hisoblanadi. Har kim ham Qur'on o'qishi, o'rganishi mumkin. Dastlabki harfidan boshlab Qur'oni Karimni o'z qonun qoidalariga ko'ra yakunlashlik. Aynan mana shu jarayonda to'g'ri tilovat qilish, xatosiz o'qish holati paydo bo'ladi. Shu bilan birga har bir qori, qiroat qiluvchining o'ziga xos ovozi va ohangi bo'ladi. To'g'ri va jozibador ohang quloqqa yoqimli bo'ladi va ma'nosi idrok qilingan onlarda aynan o'sha ohang qalbning ich-ichlariga ta'sir qilib, huzur halovat bag'ishlaydi. O'zga ibora bilan aytganda, etni jimirlatadi, shahlo ko'zlaridan sevinch yoshlarini oqiza oladi. O'zgacha ruhiyat bag'ish etadi. Qur'oni Karim qiroatini tinglab yuradigan har qanday aqli idrokli musulmonning mashhur Qur'on qorilaridan bo'lgan Abdurrahmon as-Sudaysini tanishi tabiiy. Ushbu betakror Qur'on qorisi haqida ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Makka mukarramada bo'lib qaytgan ko'pgina vatandoshlarimiz uning qiroatini eshitganlarida o'sha Ka'ba atrofida bo'lgan lahzalarini sog'inch bilan yodga oladilar. Shayx Abdurrahmon ibn Abdul Aziz Sudays Makka shahridagi Masjidul Haramning imom xotibi hisoblanadilar. Shu kunda ham haj arkoniga borgan vatandoshlarimiz bu insonning orqasida iqtido qilib namoz o'qimoqdalar. U dunyodagi eng mashhur qorilardan biri. Qur'oni Karimning hafiz qiroati bo'yicha o'qiydi. 1961-yili Saudiya Arabistonining qirolligini Al-Qosim tumanidagi Al-Bakriya hududida tavallud topgan as-Sudaysi Riyoda shahrida yashab ulg'aydi. Avval Ibn Xoris boshlang'ich maktabida o'qidi. Keyin Riyodagi Ma'had institutlarining birida tahsil oldi. 1978-yili 16 yoshida Qur'oni Karimni to'liq yod olib, oliy bahoga sazovor bo'ldi. 1995-yili Ummul Qur'on Dorul Fununida shariat fanlari doktori ilmiy darajasiga ega bo'ldi. Ayni damda Makka shahridagi Ummul Qur'on Dorul Fununining oliy ta'lim kafedrasi professori, shayxi bo'lib ham faoliyat yuritib kelmoqdalar. Abdurrahmon as-Sudaysi o'zining qalblarga kirib boradigan go'zal qiroati va chiroyli ovozi bilan shuhrat qozongan. U ko'pgina va'z nasihatlar, amri ma'ruflar, xutbalar
ham aytib keladi. O'zining ilk xutbasi hijriy 1404-yili Makka Masjidi Haramga imom bo'lib tayinlanganda o'qigan edi. U ko'pincha Masjidul Haramda xufton namozidan so'ng aqida, tafsir, hadis va boshqa turli ilm sohalariga bag'ishlangan darslar o'tib kelmoqda. Abdurahmon as-Sudaychi dunyo bo'ylab ko'plab konferensiyalarda Qur'oni Karim o'qib, markazlari hamda jome masjidlar ochilishlarida ishtirok etmoqda. Oilasi haqida to'xtalsak, rafiqasi Fatima binti Ali as-Sudayshning 9 farzandi bo'lib, 5tasi qizlar, 4tasi o'g'il bolalar. Sudaysh farzandlari ham Qur'oni Karimga doir bilimlarni mukammal egallab turmoqdalar. Endi uning bolaligidagi sho'xligi sabab onasining qarg'ishi haqida nazmiy tarzda tanishtirmoqchiman. E'tiborlaringiz rahmat, salomat bo'ling. Bu voqeani davomini keyingi mashg'ulotda eshitasiz albatta. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Studiyamga a'zo bo'lishni unutib qo'ymang.